Va'da beraman. Qalb xotirjamligimni hech kim buzolmaydigan darajada kuchli bo'laman. Yo'limda uchragan har bir kishiga sog'lik, baxt va muvaffaqiyat tilayman. Har bir do'stimni qandaydir iste'dodi borligiga ishontiraman. Har qanday vaziyatda faqat yaxshi tomonni ko'raman va nikbil niyatlarimni amalga oshirish uchun harakat qilaman. Faqat yaxshi narsalarni o'ylayman. Faqat yaxshi narsalar yarataman. Faqat yaxshi narsalarni kutaman. Boshqalarning yutug'idan xuddi o'z yutug'imdek quvonaman. O'tmishdagi xatolarni unutib, diqqatimni kelajakdagi yutuqlarga qarataman. Doim ochiq chehra bilan yurib, har bir kishiga tabassum qilaman. Atrofdagilar tanqid qilishiga asos qoldirmaydigan darajada hayotimni o'zgartiraman. Xavotirlanmaslik uchun xotirjam, azoblanmaslik uchun kechirimli, qo'rqmaslik uchun kuchli bo'laman va muammolar yuzaga kelmaydigan darajada baxtli yashayman. O'zimni qadrlashimni boshqalarga ham bildiraman. Buni balandparvoz gaplar bilan emas, yaxshi muomala bilan amalga oshiraman. Men o'zimga ishonganday, shunga ishonaman. Butun dunyo men tomonda.